$50 bellashuv. Mana $50 mana bor ekan. Xudo xolasa. Ota-onamiz qisasi menga Bizga mana shu go'shtxonadan hamma go'sht olib ketaveramiz. 7 o'lchab bir kez. Bir kez degan mana, qarang mana. Ko'rib oringlar mana. Mana shu $50 qo'li kirtaradi qani kel. Qani? Onajonim shoshilmaysiz. Aytib turing. Bemalol. Xotirjam. 1 kilo bo'lganiga ishonch hosil qilasiz. Taroziga qo'yasiz, $50 qo'lini yulib olib ketaverasiz. Ketdi. Megan xolis onajonimiz bilan bellashuvdamiz. Qo'lingizga shu. Vaqtni onajonimiz bormi? Ko'p bo'lsa olib tashlang, kam bo'lsa qo'shib tashlang. Qisqasi uyda mazza qiling. $50 bellashuv. Nima deyapti onajonim? Qo'yasizlar onajonim. Qo'llari tarozi bor. Yetki oshishdan nima qilamiz? 100 gram. Onajon, xudo 100 gram oshishdan nima qilaman? 100 gram gaplashmani oshishdan olib ketaman 100 gram. Lekin 100 gram oshig'i bor. Qani? 1 kilo ochsa $50 beraman. 1 kilo 100 gram ise 200 ming beraman. Bo'ldi, davay. Mana qo'ydik mana. 1 kiloga $50, 1 kilo 100 rovna. Bo'ldi. Qayta qo'ying. Mana ko'rib oringlar mana. Bismillah. Xo'ja onam bor onam. Bir kilo ochsa. Bir kilo yo'q. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri.